Cherkovni masjidga o'zgartish da'voga rostilla salbiy ta'sir ko'rsatdi. Abdori doktor Mamtimin. Ko'pinchimizning xabar bo'lgandek, Kanadadagi qarindoshlarning uzun muddatlik tirishchanligi va fidokorligi bilan asli cherkov bo'lgan bir binoni setib olib, uni masjidga aylantirish va uningga iyoni to'plash e'loni berilgandan keyin o'xshamagan inkaslar o'ttirg'i chiqdi va hali ham u inkaslar davom qilyotidi. Ular ichidagi tipik va bir qadar umumlikqa ega bo'lgan inkaslarni tövandikidek ikki turga yig'inchoqlash mumkin. Uning biri uni qo'llash, uningga ijobiy ko'z bilan qarash va iqtisodiy jihatdan aktiv iyona qilish. Yana biri bo'lsa, uningga salbiy ko'z bilan qarash va uni tanqidlash. Bo'libmi, cherkovni masjidga aylantirish yoki u o'rinning ismini Uyg'ur masjidi deb atashning g'arbda kun sayin qo'llashga erishayotgan da'voga salbiy ta'sir keltirishdan andish qilish va shu sababdan u o'rinning ismini Uyg'ur masjidi emas, balki Uyg'ur markazi deb atashni tashabbus qilish. Mayli qaysi xildagi ko'z qarashdagi qarindoshlar bo'lsin, ularning millatning manfaatini o'ylab, bu ishga ko'ngil bo'layotganligi aniq. Endi bu ishga salbiy qarashda bo'lib, u cherkovni masjidga o'zgartishning da'voga salbiy ta'sir ko'rsatishidan andish qilayotgan qarindoshlarga kelsak, ularning andish qilishida tövandagidek sabablar bo'lishi mumkin. Oldi bilan 11-sentabr vaqasidan keyingi xalqaro o'zgarish. Bo'libmi, islom diniga e'tiqod qiladigan bir qism kishilarning islom yoki Allohning nomi bilan g'arbda begunoh insonlarni o'ldirishi va g'arbdagi medialarda terrorlikni islom yoki musulmonlar bilan bog'lab tashviq qilishi natijasida shakllangan islom qo'rqinchisi. Undan qalsa Xitoyning g'arbda shakllangan bu iqimni fursat bilib, bizni terrorist qilib ko'rsatish orqali bizni xalqaro terrorizmga qarshi kurashning bir parchasi qatorida bostirishi. Ham shundaqla Suriyadagi Uyg'urlar sababidan agar musulmonlik kimligimizni bak ta'kidlasak, g'arbliklarga yaxshi ta'sir bermasligimizdan, hatto g'arbda terrorizm bilan bog'lanib qolishimizdan andish qilish. Albatta bu andishalar butunlay asossizmi emas. Biroq shuni bilishimiz kerakki, yolg'iz andish qilish bilan bizdagi asosiy masala hal bo'lmaydi. Muhim bo'lgani bizning masalaning tashqi ko'rinishidan andish qilishimiz emas, balki bizning masalaning mohiyatini tunib yetib, uningda o'zgarish paydo qilishimizda. Radikallik masjidda yoki u o'rinning ismini nima deb atashda emas, balkim konkret insonda. Radikallik masjidga kirganlarda bo'lishi mumkin. 5 yulduzliq mehmonxonada yetib qopadiganlar orasida bo'lishi mumkin. Savadsizlar ichidami chiqishi mumkin. Oliy maktablarda xizmat qiladiganlar ichidan chiqishi mumkin. Agar biz boshqalarga yomon ta'sir berishdan andish qilsak, masjiddan yoki u o'rinning nima deb atilishidan emas, balki konkret insonlardan, bo'libmi radikal ideyasi bor insonlardan andish qilishimiz kerak. Agar o'zgartimiz desak, u yerning ismini emas, balkim konkret insonlarni, bo'libmi radikal ideyasi bor insonlarni o'zgartishimiz kerak. İnsanlar va radikal ideyalar o'zgarmay, u yerning ismini nima deb o'zgartganning hammasi bekor. İnsanlar radikal bo'lmasa yoki radikal ideyalar bo'lmasa, ular boradigan yerning ismi nima bo'lishi cho'ng masala bo'lmaydi. Xitoy hukumati radikallikni Uyg'urlarning ismiga, kiyim-kechaklari va soqol burtlarga bog'lab, Uyg'urlarning erkinligini bo'g'ishni oldi bilan ba'zi ismlarni cheklash yoki ba'zilarning ismini majburiy o'zgartishdan, kiyim-kechak va soqol burtlarga cheklama qo'yishdan boshladi. Agar bizmi savallikni ismdan, tashqi ko'rinishdan izlab, qo'yilgan ismdan andish qilib yursak, bizga cheklim qo'yganlardan, islomni tahdid deb tashviq qilganlardan nima farqimiz bo'ladi? Uyg'urlar g'arbda musulmon deb tonildi.
G'arbliklar Uyg'urlarni musulmon deb bilib turib yordam qilyotidi. Ham shundaqla musulmonlarning masjidi bo'lishi hammaga ayon. Xuddi g'arblikning ismi bilan bizning ismimiz farqli bo'lgandek, g'arbliklarning namoz o'qiydigan yerini cherkov deb atsa, musulmonlarning namoz o'qiydigan yerini masjid deb ataydiganligi hammaga ayon. Bundaq bir ahvol ostida biz o'zimizning musulmonligidan, u cherkovni masjidga o'zgartishdan, shu sababdan g'arbliklarning bizga yomon ko'z bilan qarishidan bak andish qilishimiz ortiqcha bo'lsa kerak. Boshqalarning bizga bo'lgan ta'siri albatta muhim. Biroq yolg'iz boshqalarning bizga bo'lgan ta'siri bizning taqdirimizni o'zgartirishga yetmaydi. Bizning taqdirimiz mayli u shaxsiy nuqtadan bo'lsin yoki butun bir millat nuqtasidan bo'lsin, u o'zimizning tirishchanligiga bog'liq. G'arbda biz boradigan butun masjidning nomini tamoman o'zgarsakmi, uninglik bilan bizning millatning umumiy saposi o'zgarib qolmaydi. Biz andish qilgan ideyalar biroqli yo'qolib qolmaydi. G'arbliklarning bizga bo'lgan ta'siri biroqli o'zgarib ketishi notayin. Agar biz g'arbda yaxshi ta'sir qoldiramiz deydiganmiz, biz shaklda va yoki ismda emas, balki xalqimizning universal saposini yuqori ko'tarish va o'zimizning tinchlik suyar bir millat ekanligimizni isbotlash orqali o'z obrazimizni tiklashimiz kerak. Ziyoli bir millatning yo'lboshchisi, xalqni yetaklaguvchi. Ziyolining vazifasi yolg'iz yuqori saviyalik ilmiy maqolalarni e'lon qilish emas. Ziyolining vazifasi yolg'iz millatni tanqid qilish va yoki ko'ngliga yoqmaydigan ishlarni ayblab, uni inkor qilish emas. Ziyolining vazifasi xalqning amaliy ahvoli nadan nagicha va xalq nimaga ehtiyojli deganni to'nib yetib, xalq ehtiyojli bo'lgan bilimlarni ular tushungidak til bilan ularga yetkazishni bilish yoki uning zaruriyatini to'nib yetish. Xalqimiz ichidagi ziyolilar qo'shuni garchi kun sayin zo'rayotgan bo'lsa-mu, biroq xalqimizning ichida o'rta va to'van qatlam saviyadagilar yana ko'p sonda. Ular dal tarbiyalanishga va o'zgarish hosil qilishga eng ehtiyojlilar. Ularning tarbiyalanishi va o'zlarida o'zgarish paydo qilishi yolg'iz bizning ularga qanchalik esil yozma, tarbiya yoki tanqidlashni sunishimizga bog'liq bo'lib qolmasdan, balki ularning nimani tanlashiga, nimani anglashni xohlashiga bog'liq. Har qanday inson nimani yaxshi ko'rishni, nimani qabul qilishni o'zlarining saviyasiga, o'zining qiziqishi va ehtiyojiga qarab tanlaydi. Tarbiyalanishga va o'zgarish paydo qilishga eng ehtiyojli bo'lgan insonlar bizning esil ilmiy maqolalarimizga yoki leksiyalarimizga emas, balki o'zlari ehtiyojli bo'lgan temalarda ta'limot olishga texmi qiziqishi mumkin. Ular hatto markazlarga emas, balki masjidlarga berishni texmi xohlashi mumkin. Agar biz ular eng ehtiyojli bo'lgan va eng unum beradigan usulda ularni tarbiyalay olmasak va ularda o'zgarish paydo qila olmasak, ularning universal saposini yuqori ko'tarishga yordam bera olmasak, biz u yerning ismini nima deb atishimizdan qat'iy nazar, biz umid qilgan natijaga erisha olmasligimiz mumkin. Agar biz oramizdagi dunyoga farqli ko'z bilan qaraydigan, dunyoni faqat musulmon, kofir deb ikkiga ayiradigan, faqat musulmonlikni tunib, uyg'urligiga e'tibor bermaydigan uyg'urlarni yenimizga torta olmasak va ularda uyg'urlik ro'yi barpo qila olmasak, u chaqda da'voga haqiqiy turda zarar yetishi mumkin. Bizda o'zimizga tava masjid bo'lganda, oramizdagi faqat masjidga boradigan, boshqa so'ringa bormaydigan bir qism kishilarning Uyg'ur jamoatlaridan yiroqlashib, Uyg'urlikni unutib qolishining oldini olg'ili bo'lishi mumkin. Albatta, men bu yerda u yerning ismini cho'qib masjid deb atash kerak, Uyg'ur uyi yoki Uyg'ur markazi deb atamaslik kerak demoqchi emasman.
Әгәр Канададагы у işqa әҗир сыңдырган кырындашлар өзләренең әмәли әхвалыга асасан у орынның исмini Uyghur məscidi deb atashni muvaffaq ko'rgan bo'lsa, bizga tushgan vazifa ularning tanlashiga hurmat qilib, samimiy taklif va tanqidlarni berish, uning xayrlik bo'lishi uchun ularni qo'llash va ularga amaliy yordamda bo'lishdir. 2021 yili 24 mart